Tadbir tashkilotchilari har yili an'anaga aylangani kabi barchamizni bayramona kayfiyatda chiroyli bir vaqt sabab jam qiladilar. Bu yilgi va hozirgi tadbirimiz ham bundan mustasno emas. Aytishimiz kerak, ushbu bayram munosabati bilan o'tkaziladigan eng ulug', eng aziz ko'rik-tanlov va respublika bosqichi g'olib va sovrindorlarni tantanali taqdirlash marosimi bu sahasida turibmiz va bu men nazarimda unda ishtirok etgan yoki unda o'zining shogirdini ishtirokini ta'minlagan barcha qalam ahli uchun g'oyatda hayajonli, to'g'rimi? Albatta, Jamshid aka, joriy yilda ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligining 34 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tegishli majlis bayoni ijrosi doirasida vatan uchun, millat uchun, xalq uchun degan bosh g'oya asosida eng ulug', eng aziz an'anaviy ko'rik-tanlovi respublika hamda hududiy bosqichlari yuqori saviyada o'tkazildi. Avval eslatib o'tish o'rinli bo'ladi. Ushbu ko'rik-tanlov O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi bosh tashkilotchiligida, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, kinematografiya agentligi, Respublika tasviriy oyna ijodiy uyushmasi, O'zbekiston milliy axborot agentligi, O'zbekiston milliy media birlashmasi, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi va ushbu tashkilotning hududiy bo'limlari hamkorligida o'tkazilmoqda. Ta'kidlash lozim, mazkur tanlovda bu yil aytib o'tilganidek vatan uchun, millat uchun, xalq uchun degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan ijodiy ishlar quyidagi nominatsiyalar bo'yicha qabul qilindi. Bosma ommaviy axborot vositalari xodimlarining jurnalistik ishlari, televideniya va radio ijodkorlarining materiallari, internet jurnalistikasi, jurnalistlar tomonidan nashr etilgan publitsistik janrdagi eng yaxshi kitob. Buning uchun qalbi xuddi ijodkor singari daryo bo'lishi kerak. Muhtaram mehmonlar, hali oldinda musiqiy chiqishlar ko'p, lekin bizni jam qilgan eng asosiy sababga o'tamiz. Eng ulug', eng aziz respublika ko'rik-tanlovi sovrindor va uning munosiblarini taqdirlash marosimini boshlaymiz. Tashkilotchilarning ma'lum qilishicha, bu yil eng ulug', eng aziz ko'rik-tanlovida bosma ommaviy axborot vositalari xodimlarining eng yaxshi jurnalistik ishlari nominatsiyasi bo'yicha 79 nafarga yaqin jurnalist o'zining 450 dan ortiq ijodiy ishi bilan qatnashgan. Hakamlar hay'atiga ular orasidan 3 nafar g'olibni aniqlash har holda oson kechmagani aniq. Bo'lmasa tushunamiz. Hozirgi o'zidayoq biz navbatni bosma ommaviy axborot vositalari xodimlarining eng yaxshi jurnalistik ishlari yo'nalishi bo'yicha g'oliblarni e'lon qilishga o'tamiz va ushbu nominatsiya bo'yicha g'oliblarni aniqlab berish uchun sahnaga O'zbekiston milliy axborot agentligi bosh direktori, senator, hurmatli ustozimiz Abdusaid Ko'chiyevni taklif etamiz. Marhamat. Ustoz kelayotgan aytmoqlar muborak bo'lsin. Nominatsiyasi bo'yicha 3-o'rin. Fermer iqtisodiy ijtimoiy jurnali bo'lim muharriri Ulug'bek Jumayev. Ulug'bek Jumayev, tabriklaymiz. Ta'sis etilgan va pul mukofoti aks etgan sertifikat juda ham to'g'ri. Va albatta bu nishonni ifora qiluvchi diplom eng keragini qo'lga olmadingiz. Marhamat Ulug'bekka. Olqishlab qo'yamiz muhtaram mehmonlar. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Katta rahmat. Va ayni daqiqalarda ikkinchi o'rin sohiblarini ham aniqlashga o'tyapmiz. Ikkinchi o'rin Xalq so'zi gazetasi ma'naviyat bo'limi xodimi Nurulla Oston.
Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Marhamat, kim bilan? Ikkinchi o'rin uchun tavsiya etilgan pul mukofoti 8 million so'm va nashriyot tomonidan chop etilgan kitoblar to'plami diplom. Muborak bo'lsin. Nurulloga qo'shaloq kelyapti ayyom. Xursandchiliklar. Rahmat. To'rt bo'lish. Va faxrli birinchi o'rin. Bosma ommaviy axborot vositalari xodimlarining eng yaxshi jurnalistik ishlari bo'yicha birinchi o'rin. Publisist O'zbekiston jurnalistlar uyushmasining a'zosi. Qalbga ham juda ko'p nomzodlardan biri bo'lib qatnashgan va bugun mana shu eng yuksak mukofotga sazovor bo'lgan do'stimiz Hakim Sattoriy. Muborak bo'lsin. Birinchi o'rin. Sahnada ustozlar 10 million so'm diplom va albatta tavsiya etilgan boshqa kayfiyatli sovg'alar. Muborak bo'lsin. Uchinchi o'rindan boshlaymiz. Televideniya va radio yo'nalishida eng yaxshi ijodiy ishlanma. Televideniya va radio ijodkorlarining eng yaxshi materiallar nominatsiyasi bo'yicha 3-chi o'rin O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati axborot xizmati rahbari Turdiqul Normatovga nasib etdi. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Marhamat. Diplom 6 million so'm 3-chi o'rin uchun tavsiya etilgan pul mukofoti kitoblar jamlanmasi va guldastalar. Muborak bo'lsin. Sen aslida mening yuragim, qalbim tubidagi ezgu tilagim, ko'zimni ochiqroq ko'rgan bilganim, vatan muqaddassan, sen muqaddassan, doimo e'zozda qonun kitobing, u bilan yorqindir ko'kda oftobing. O'zbegim qalbida misli mikrobim, vatan muqaddassan, sen muqaddassan.